Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan biz kiberhujum va eng ko'p qo'llaniladigan parollarni tekshirish va almashtirish amaliyotini ko'rib chiqamiz. Bu nimadan maqsadimiz, ya'ni qo'llanmada foydalanuvchilarning kuchsiz parollardan foydalanish oqibatlarini tushuntirish, kuchli parollar yaratish, zamonaviy usullarni o'rganish va hamda parollarni xavfsiz boshqarish, yangilash va himoya qilish jarayonlarini to'g'ri tashkil etishni yordam berishni ko'zlaymiz. Hop, o'zi bu videoni o'tishimizdan maqsad, ya'ni o'sha misol uchun ko'p odamlar hozirgi holatimizda parollar qo'yishadi, ya'ni 1dan 5gacha yoki ism familiyasi yoki telefon raqamini kiritib qo'yadi. Va bu narsa parolni zaifligiga olib keladi. Va parol zaif bo'lgani uchun bizda kiberhujum qiluvchi odamlar ko'pincha kartalarimizdan pullar yechib olishadi yoki shaxsiy akkauntlarimizga buzib kirishadi. O'zi gapimizni boshiga qaytib o'tadigan bo'lsak, o'sha kiberhujum o'zi nima? Kiberhujum bu kompyuterlar, axborot tizimlari va tarmoqlarni maqsadiy ravishda buzish. Odatda tajovuzkorlar ma'lumotlarni o'g'irlash, tizimlarni buzish yoki olishni xohlashadi. Biznes uchun bu xavfli mijozlar va pul e'tiborni yo'qotishi mumkin. Ya'ni o'sha kiberhujum qilgan odam sizni misol uchun bironta shaxsiy ma'lumotingiz buzib kirgandan keyin, parolingiz xavfsiz bo'lmagandan keyin sizni shantaj qilishi mumkin yoki pul talab qilishi mumkin. Bu o'z holatida obro'yingizga yoki boshqa narsalarga putur yetkazishi mumkin. Endi parol nima degan holatiga keladigan bo'lsak, parol bu shaxsning vakolatlarini tasdiqlash uchun mo'ljallangan maxfiy so'z yoki belgilar to'plami. Parol ma'lumotlarni ruxsatsiz kirishda va himoya qilish uchun ishlatiladi. Ya'ni misol quyidagi nimalarni ko'rib o'tishimiz mumkin. Ya'ni quyidagi o'zi parol yaratishingizda talablar bo'ladi. Parol quyidagi belgilardan iborat bo'lishi kerak. Mana misol uchun kichik lotin harflar, katta lotin harflar va raqamlar va maxsus belgilardan tashkil topgan bo'ladi. Mana misol tariqasida ko'rishimiz mumkin. Mana misol uchun yomon shu talabga javob bermagan parollar 1dan 9gacha yoki parol QWERTY mana yozib qo'yishgan. Bular talabga asosan javob bermaydi bu narsalar. Ya'ni bular talabga javob berishi mumkin. Bizda mana bu holatda bo'lishi kerak. Mana yaxshi parollar qilganmiz. Mana shuni holatlarda bilish kerak. Agar siz parol oldin hech ham yaratmagan bo'lsangiz, buning uchun men sizlarga hozir bir saytni ko'rsataman. Bu sayt o'zim uchun juda mahoratli bo'ladi. Buning uchun birinchi o'rinda o'zingizni kompyuteringizda bo'lgan brauzerni tanlab olasiz. Bu Yandex bo'lishi mumkin yoki Google Chrome bo'lishi mumkin. Manda Yandex bo'ladi. Bunga kirish uchun ikki marta mishkani olib borib, bitta bosib Yandexga kiramiz. Yandexga kirgan holatimizda bizda ish oynasi ochiladi va ish oynasida qidiruv bo'limiga bir marta bosib turib yozamiz. Password Kaspersky.com deb yozamiz va Enter'ni bosamiz. Enter'ni bosganimizda Kaspersky Password Checker sayt chiqadi. Unda biz o'sha parollarimizni tekshirishimiz mumkin va yangi parollar qo'yishimiz mumkin. Ya'ni qanaqa? Parolni ishonchliligini tekshirish bo'ladi. Misol uchun taxminiy ko'rinishda bironta parol yozamiz. Ochib qo'yay. Misol uchun yozyapsiz parolni. Misol bu nima tekshiradi. Parol qizil turibdi, hozir bu ishonchli emas degani. Ya'ni o'zini nimalari bor, katta harfda bo'lishi kerak, maxsus belgida bo'lishi kerak, sizlardan ko'rib turgan raqamlardan tashkil topgan bo'lishi kerak. Mana misol uchun biroz o'zgartirish kiritamiz bunga. Parolimiz iloji boricha 8 yoki 15 ta belgidan yuqori yoki 20 ta bo'lsa ishonchliroq bo'ladi. Mana misol uchun bu mana oranjovoy holatga keldi, ko'rib turganlaringdek, bu ishonchliligi oshyapti.
Misol yerda mana katta harflar bilan qilib, mana misol maxsus belgilar qo'yib ishlatsak bo'ladi. Mana umumiy yashil bo'ldi. Yashil bo'lgandan so'ng mana shu talabga javob beradigan parol bo'ladi. Bu sayt orqali siz parollarni yaratib, parollarni o'zingizga mos yoki mos emasligini tekshirib olsangiz bo'ladi. Bu parollarni qayerda ishlatamiz? Asosan shu nimalarni qo'yganimizda, misol Gmail'imizga parol qo'yganimizda yoki shaxsiy kompyuterimizga parol qo'yganimizda ishlatsak bo'ladi. Keyingi nimada shuni ta'kidlab o'tmoqchimanki, misol uchun nafaqat balki shaxsiy kompyuteringizda, balki ish joyingizda iloji boricha bir xil kodlar ishlatmaslikka harakat qiling. Chunki parolni qo'yib bo'lganingizdan keyin parolni kuchliligini ma'lum bir payti va muddati bor. Parollarni har oy yoki 3 oyda bir almashtirib turishni tavsiya beraman. Mana ko'rganingizdek bu parol tasdiqlandi. Endi keyingi amaliy jarayonimizda hozir mana shu misol o'zi shaxsiy kompyuterimizda parolni qanday tez almashtirishni ko'rsatib o'taman. Buning uchun biz ishonchli bo'lgan parolimizni olamiz. Ctrl S tugmasini bosib kopiya qilib olamiz. Kopiya qilib olganimizdan so'ng o'z brauzerimizni yopamiz. Yopganimizdan keyin Windows I tugmasini bosamiz. Windows I tugmasini bosganimizdan keyin o'zimizda Windowsning shaxsiy sozlanmalari chiqadi. Va o'ng tomonda ko'rib turibsizki, Windows o'zini ma'lumotlari va chap tomonda bo'limlar turadi. Mana shu chap tomondagi bo'limlardan учетные записи, ya'ni hisob bo'limiga o'tamiz. Bir marta bosib. O'tganimizdan so'ng o'zimizning hisobimiz chiqadi. Bu yoqqa ismlaringni yozib qo'ygan bo'lishlaring mumkin. Meniki mana shunaqa hisob raqamda chiqadi. Va bitta mana bo'limlarimiz bor. Bizlardan bu bo'limlardan kirishi mana varianti vhodi, ya'ni kirish variantlari degan bo'limimiz bor. Shu yoqqa o'tamizda bir marta bosib. Bir marta bosib o'tganimizdan keyin o'sha Windows'imizning yonish jarayonidagi kirishlar nazarda tutiladi. Kirish deganda, ya'ni misol uchun mana Face ID turibdi, ya'ni barmoq pechatка orqali kirish, pin kod orqali kirish, va fleshkangizda bo'lsa o'sha kod orqali kirish va parol orqali kirish. Bular nimada? O'zimiz telefonimizga o'xshagan, xuddiki telefonimiz yoqqanimizda parol qo'yganimizda kirish turlari bor. Kimdirdadir Face ID'da ochiladi, kimdirdadir o'sha parol orqali yoki pin kod orqali. Endi men o'zim shaxsiy kompyuterimga parol qo'yganman. Shuning uchun parol bo'limiga bir marta bosganimda bizda qo'shimcha bo'lim kelib chiqadi. Ya'ni изменить, o'zgartirish. Mana faol, всё готово, ya'ni faol turibdi degani bu. Изменit'ga bitta bosaman va eski nimani tasdiqlayman. Eski paroli bu. Bundan oldingi qo'ygan parolim. Tasdiqlagandan so'ng Enter tugmasini bosaman va yangi parolni qo'yaman. Mana o'zlaring ko'rib olishingiz mumkin. Yangi parolni qo'ydik. Sinab ko'rishga qo'yamiz. Qo'yildi. O'sha parolni yana bir marta tasdiqlash uchun qo'yib yuborishimiz kerak va yaxshilab e'tibor bering. Bu yerda keyingi ochilgan oynamiz, bu yerda o'sha eski parolimizni tasdiqlaganimizdan so'ng yangi parol qo'yishni bo'limiga o'tkazib beradi. Yangi parol qo'yish bo'limiga. Yangi parol qo'yganimizdan so'ng o'sha parolimizni yana bir marta tasdiqlab olamiz. Bu yerga подсказка, ya'ni o'sha parolimizni eslash kerak bo'lgan bironta so'z qo'yib qo'yamiz. Ya'ni o'sha narsani o'qiganimizda biz shu narsani parolimiz esga kelishi kerak. Mana o'z misolimda familiya deb familiya deb qo'yaman. Mana
Bir marta ehtimoliy qarshi ko'rib olamiz. Bizda hammasi to'g'ri bajarildi. Va dalil tugmasini bosamiz. Bizga xabarnoma jo'natadi. Keyingi safar misol kompyuteringizni yoqqaningizda mana shu yangi kod faol bo'ladi deb va biz готов tugmasini bosamiz. Nihoyat sizni tabriklayman. Sizni parolingiz muvaffaqiyatli almashtirildi. Bu videoni qilishimizdan maqsad shu keyingi faoliyatlaringizda qanaqa parol ishlataman, qanday parollar xavfsiz yoki xavfsiz emas degan savollaringizga javob berib o'tdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.